Assalomu alaykum Infoaziya YouTube kanali ko'rishlari. Aravon rayonida ushbu ekranlarda ko'rib turgan 2021-yili Koreyada ishlab chiqarilgan Kia K8 mashinasi sotiladi. Состоянияsi ideal, maksimal komplektatsiya, fotograf sidenya, fotograf rullar hamma qulayliklarni o'z ichiga olgan. Gibrid, salonlari toza, состоянияsi ideal. Hamma qulayliklari bor. Bahosiga keladigan bo'lsak, bahosi $17,000, kami bor. Sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Agarda sizlar Infoaziya YouTube kanaliga reklama bermoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga chiqmagan uylar, cheklar yoki domlarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, 0554 28 21 23 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.